24 yillik tanaffusdan keyin borayotgan bo'lsa ham Turkiya bu guruhda favorit. Bu yil balki biz yanada sinchkovlik bilan kuzatganimizga, lekin bu yil Turkiya chempionati kuchaydi. Ko'plab yulduzlar keldi va ular bilan raqobat qildi. Mahalliy futbolchilar, keyin o'sha Arda Güler boshchiligida sifatli legionerlari bor. Turkiya bu guruhda favorit. Keyingi nomzod AQSh. AQSh o'ta kuchli terma jamoa demagan bo'lardim. Lekin boshqa mezbonlarga nisbatan o'sha mezbonlik statusi qo'l keladigan jamoalardan biri. Mana shu mezbonlik statusi qo'shiladi. Yana Yevropada o'ynaydigan va bir ikkita top klublarda o'ynaydigan legionerlar hisobiga AQSh bu guruhda Turkiya bilan bir qatorda to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma bilan chiqishga da'vogar. Eng yaxshi ko'rsatkich bilan chiqa oladimi yo Paragvay yo Avstraliya deydigan bo'lsak, menimcha qiyin bo'ladi. Paragvay bilan Avstraliyani men bitta qatorga qo'ygan bo'lardim. Ikki xil uslub egalari, okean ortida baribir britancha futbolga yaqin o'ynaydi Avstraliya. Paragvay esa o'ta atletik, haligi ozgina qo'polliklar, ozgina o'sha yakka kurashlarga tayanadigan, ba'zida avtobusli futbol evaziga Paragvay asosan duranglar uchun o'ynaydi. Agar Avstraliya bilan durang o'ynaydigan bo'lsa, yo AQShdan 1 ochko yo Turkiyadan 1 ochko olib qo'yadigan bo'lsa, 2 ochko yetarli bo'lmasligi mumkin.